Gazni oxirigacha bosgan. Bu videoda nima xatoligini faqat erkak kishilar tushunadi. Bu mashina plyonka qilinganiga 4 yil vaqt bo'lgan. Polni kuzovi birini plyonka bilan qoplangan. 4 yil ichida ancha o'z xususiyatlarini yo'qotgan. Mashinamizni ancha qirilgan plyonkasi, gidrofob effektlari yo'qolgan. Biz uni idealniy qilib vassanayt qilib berdik. Ko'rib turganingizdek, mashinamizni bleski yana ideal darajada bo'ldi. Gidrofob effektlari joyiga qaytdi. Bu plyonkamizdagi Hendrix brendining spesial plyonka uchun keramikalarni surib, vassanayt qilib berdik. Plyonkamizni 4 yil ichida o'z vazifasini cho'tki bajargan. Gidrofob yaltirash effektlari kamayganini hisobiga bitta keramika bilan o'z xususiyatlarini yana qaytarib berdi. Gazni oxirigacha bosgan. Bu videoda nima xatoligini faqat erkak kishilar tushunadi. Bu mashina plyonka qilinganiga 4 yil vaqt bo'lgan. Polni kuzovi birini plyonka bilan qoplangan. 4 yil ichida ancha o'z xususiyatlarini yo'qotgan. Mashinamizni ancha qirilgan plyonkasi, gidrofob effektlari yo'qolgan. Biz uni idealniy qilib vassanayt qilib berdik. Ko'rib turganingizdek, mashinamizni bleski yana ideal darajada bo'ldi. Gidrofob effektlari joyiga qaytdi. Bu plyonkamizdagi Hendrix brendining spesial plyonka uchun keramikalarni surib, vassanayt qilib berdik. Plyonkamizni 4 yil ichida o'z vazifasini cho'tki bajargan. Gidrofob yaltirash effektlari kamayganini hisobiga bitta keramika bilan o'z xususiyatlarini yana qaytarib berdi.